Assalomu alaykum, hurmatli bo'lajak savdogarlar. Sizlar bilan Dayso Forex va ismim Shohruh, Dayso Fix mentorlaridan biri hisoblanadi. Xudo sizlarga bugun birinchi darsimiz, ya'ni tradingga kirish, kelajak sohasi degan mavzuni sizlar bilan juda chiroyli darajada, juda kerakli darajada ma'lumot olib, darsni boshlaymiz unda. Qani ketdik. Bugun sizlar bilan mana shu mavzularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda общий hisobda 9 ta mavzu bor. E'tibor beringlar. Trading bu nima? Nimaga trading to'laqonli kasb hisoblanishi, traderlar kimligi, bitimlar qanaqa amalga oshirishi, brokerlar kimligi, trading tizimi qanaqa ishlashi haqida, nechta birja mavjudligi haqida, nega forex eng yirik bozorligi, hech qanaqa birja emasligi haqida, forexda kimlar ishtirok etishi haqida ko'rib chiqamiz va eng oxirida sizlar bilan yakuniy xulosa albatta обязательно bo'ladi. Ko'rasizlar, mavzular albatta juda ko'p. Men sizlarga bemalol ayta olaman o'zimda tajribamdan kelib chiqib. Bu mavzularni juda ko'pchilik inson boshqa qaysidir ma'noda traderlar bir haftalab, 2 haftalab, 4 ta, 5 ta, 10 talab mavzu bo'lib o'taveradi. Biz xudo xolasa bu ma'lumotlarni sizlarga bitta darsda o'tib beramiz. Nima uchun? Chunki eng kerakligisini, eng ma'lumot ko'plarini men sizlarga xudo xolasa tushuntirib beraman. Ko'p vaqtingizni olmayman, davom etamiz. Trading bu nima? Tradingni ko'pchilik Instagramdan, YouTubedan ko'rib, tradingni qanaqa tushunishadi? Mishkani knopkasini bitta bosasiz, chaq etib pul tushadi. Yana bitta bosasiz, yana pul tushadi. Bo'ldi, maza. Yoki bugun trade qildi, deb pul tashadi, trade qildi, bir kun ichida uy oldi. Trade qildi, bir kun ichida mashina oldi. Bu 99% vaziyatda yolg'on informatsiya, yolg'on ma'lumot, sizni jalb qilish, sizni chaqirish, o'zini kursiga yozish, aynan mana shunaqa narsa. Trader hech qachon bir kunda nimadirga erishmaydi. Yana bitta narsa, bir xil savdogarlar bor, aytaylik, oylab yig'ib, pul yig'ib, bu narsani sotib olib, o'sha narsani men bir kunda qildim deb chiqishi ham mumkin. Endi albatta u sekin-sekin, o'zi yoshi oshgan, yoshi kattargandan keyin albatta tarbiyalanadi bu narsa. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha Instagramda qanaqadir biz ko'rayotgan haqiqiy trading bu unaqa emas. Ya'ni haqiqiy trade qanaqa bo'ladi? Haqiqiy trading nima? Haqiqiy trading bu kasb, bu soha. O'sha bizning o'zimizdagi soha, hamma sohalar bor. Ustozlik sohasi, aytaylik, ustachilik sohasi bor, quruvchilik sohasi bor. Hamma kasblar qanaqa qiyin bo'ladi, qanaqa qiyinchilik, hamma narsa oddiy. O'zimizning kasb bilan trading ham kasb, trading ham soha. Prosta tradingning farqi onlayn, zamonaviy, kelajak sohalardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun ham bu shu taraflama farqlanishi mumkin, lekin mehnati bilan, harakati bilan, qat'iyatlari bilan hech qanaqa farqlanmaydi bu. Boshqa sohalardan boshqa sohalardan hech qanaqa farqi yo'q. Hammasi bir xil. Aynan tradingda sizda analiz kerak, plan kerak, riskni boshqarish kerak, riskni chiroyli boshqarish kerak, qayerda kirish, qayerda chiqishni bilishingiz kerak va eng обязательный narsasi bu psixologiya, ya'ni o'zingizni tarbiyalashingiz kerak, nafsingizni boshqarishingiz kerak. Aytaylik, yana 10 dollar topib qo'yi, yana 100 dollar ishlab qo'yi, yana 1000 dollar ishlab qo'yi degan xayollarni yo'qotib yuborish kerak. Tasavvur qiling, siz aytaylik qanchadir pul ko'tardingiz, yana deganingiz bu nimadan? Nafsdan. Nafsni agar boshqara olmasangiz, tradingda siz hech kim bo'lasiz. Men nimaga bu ma'lumotlarni sizlarga beryapman? Har bitta trader boshidan o'zini miyasini juda chiroyli, ravon va to'g'ri rivojlantirib olish kerak. Formirovat qilib olish kerak. Nima uchun? Chunki ertaga bu narsa sizlarga vaqtinglarni, ertaga bu narsa sizlarni sabringlarni, bu narsa sizlarni asabiylarni, bu narsa sizlarni yaqin oila a'zolarni asabini yoki eng asosiysi bu narsa sizlarni eng asosiysi emas, u ko'pchilikga yoqmaydigan narsa, bu eng asosiysi sizlarni pulinglarni olib qo'yishi mumkin. Menga juda ko'p insonlar kelishadi, 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik tajribasi borda, lekin trade qilib hali pul topa olmaydi. Stabilni topa olmaydi. Bir topadi, bir yo'qotadi, bir topadi, bir yo'qotadi. Aka, men tarbiyalab bering deb kelishadi. Ularni ham xuddi shunaqa vaqt yo'qotib qo'ygan asosiy sababi, ularni boshidan trading nima degan savoldan ular miyasi zaharlangan. Ularning miyasi 100 dollardan 400 dollar, 100 dollardan 500 dollar degan xayollar bilan novichokka, demoqchiman, men tajribali savdogar qiladi bu ishni, lekin novichok unaqa ish qila olmaydi-ku. Aynan u inson mana shunaqa miya zaharlangani uchun shunaqa ko'p vaqt o'zini vaqtini olib qo'yadi bu sohada va pulini ketkazib qo'yadi. Men endi o'sha insonni savdolarini ko'rib chiqaman. Savdolardan kelib chiqib xulosa chiqaraman. Savdolarni qarasam, 10 ta savdo qiladi, 10 tadan 8 ta to'g'ri chiqqan bo'ladi yoki 7 ta to'g'ri chiqqan bo'ladi. 3 tasi, 2 tasi zarar bo'ladi. Agar sonlardan biz hisoblasak, odam daromad qilish kerak. Lekin oxiri nima bilan tugaydi? Zarar va slif. Nima uchun? Chunki u xato qilishga, qaysidir ma'noda xato qilishga haqqim yo'q. Meni tajribam zo'r, men xato qilishga haqqim yo'q, men zo'rman deb katta risk qiladi, katta tavakkal qilib yuboradi. Qarabsizki,
bitta xatosi uni zarariga olib kirib ketib qoladi va zarari ham juda katta bo'ladi. Nima uchun? Chunki слишком самоуверенный bo'lib ketib qoladi. O'ziga ishonchi juda ortib ketib qoladi. Bozor esa uni joyiga yana o'tkazib qo'yadi. Oddiy misol qilib tushuntiraman, o'zimizning hayotimizda ming yaxshi odam bo'ling, ming hamma ishlarni to'g'ri qiling, ming hammaga yordamlashing, yolg'on gapiring, hech qanaqa, ya'ni hamma yaxshi insondek kачестволарga ega bo'ling, lekin sizda qiyin kunlar, sinovlar, yaxshi kunlar, maqtov yorug'lar albatta sizni kutib turadi. Sohada ham xuddi shunaqa. Ming zo'r trader bo'lmang, tajribasi 10, 20 yil, 30 yillik bo'lsin, lekin sizni zararlar, stop losslar, minuslar albatta kutib turadi. Tajribali savdogar bilan tajribasi yo'q savdogarning farqi, tajribali savdogar o'sha zararlarini boshqara oladi, vaqtida to'xtata oladi, o'zini kontrol qila oladi, boshqara oladi. Tajribasiz savdogar esa bitta zarardan keyin uni qoplashim kerak deb yana kiradi, keyin ikkitasini qoplashim kerak deb yana kiradi, keyin uchtasini qoplashim kerak deb yana kiradi, oxiri pul yo'q. Nimaga? Chunki emotsiyaga beriladi, unda tajriba yo'q-da. Haqiqiy savdogar bilan aynan yosh savdogarning farqlari shundan iborat. Bu kasbda omad degan tushunchani o'zi yo'q. Ya'ni sohani o'zida nafaqat soha, balki omad degan so'zni o'zini men to'g'risi tushunmayman. Misol, omadli odamlarni kimlarni deb ayta olamiz? Har ikkinchi odam omadli bo'ladimi? Yo'q albatta. Mingtadan bitta, mingtadan 10 ta odam, to'g'rimi? Misol, mingta odam sohaga kirib keldi. Bittasini omadi kelib qolib pul topdi. Yoki 10 tasini omadi kelib qolib pul topdi. Qolgan 999 tasi, 990 tasi nima qiladi? Sohadan chiqib ketadimi? Omadsizman deb qiladi-yu bu narsa. U qolgan 999 tasi nima qiladi? Mehnat qiladi, intizomli bo'ladi, qat'iyatli bo'ladi, o'zini ustida ishlaydi, ko'proq bilim oladi, ko'proq sabr qiladi, ko'proq tarbiyalaydi o'zini, kontrol qilishni boshlaydi, boshqarishni boshlaydi, muammolariga yechim topadi va natijasini albatta ko'radi. Ya'ni sababini qiladi, natijasi albatta keladi. Omad esa bu kuchsizlar uchun chiqarilgan narsa deb o'ylayman. Ya'ni omadim kelmadi, omadim keldi degan gap bu kuchsizlar uchun chiqarilgan narsa. Biz sizlar bilan albatta kuchli insonlarmiz. Keyingi slaydga davom ettiramiz. Nega trading kasb hisoblanadi? Ya'ni nima uchun bu soha deyiladi? Nima uchun soha hisoblanadi? Har bir kasbda mehnat qilish kerak. Har bir kasbda har kuni rivojlanish kerak. Har bir kasbda har kuni ilm olish kerak. Har bir kasbda boshidan o'zingizda chiroyli fundament yaratish kerak. Har bitta kasbda siz nima qilishingiz kerak? O'zingiz ishlab, rivojlanib, tajribalilardan bilim olib albatta o'zingizni boshqarishi, o'zingizda o'sha narsani o'rgatishni, praktika qilishni, jarayonda, amalda sinab ko'rishni, o'zingizda albatta mana shu narsalarni formirovat qilishingiz kerak. Trading aynan mana shu sanab chiqqan narsalarimda tradingda hamma narsa bor. Ya'ni trading ham xuddi shu narsa. Bu yerda ham hamma sanab chiqqan narsalarim ichida bor. Ya'ni trader degani bu omadi kelib qolsa knopkani bosib pul topdi emas. Mana shu sanagan narsalarimga amal qilsa albatta, sababini qilsa natijasi albatta bo'ladi. 90% odam sohaga nima deb kiradi? Bitta knopkani bosaman, yoki bir kunda u olaman, yoki bir kunda bu natijani qilaman deb odamlarning oylik pulini yo'qotib yuboradi. Bunda o'ylab qarasangiz. Bu esa trading emas. Bu qimor bilan почти bir xil narsa bo'lib qoladi. Agar novichok inson mana shunaqa ish qilsa. O'shaning uchun ehtiyotkorlik bilan sohaga yondashish maslagiga maslahat beraman. Pul hech qachon omad bilan topilmaydi. Trading sohasida pul omad bilan topilmaydi. Pul bilim bilan, pul tajriba bilan, pul intizom bilan topiladi. O'sha narsa sizlardan chiqarmaydi. Trader degani bu savdogar, ya'ni savdo qiluvchi shaxs. Ingliz tilidan agar tarjima qilsanglar. Savdogar bu pulini boshqaradigan shaxs hisoblanadi. Ya'ni men sizga pul beraman, o'sha narsani boshqarib olasizmi va bir hafta yoki bir oy davomida o'sha pulga zarar qilmasdan определенный прибыльga olib chiqib olasizmi, farqi yo'q, qanaqa foyda bo'ladi. Demak, sizda tajribangiz yetarli darajada. Men sizga pul beraman, uni ham farqi yo'q qanaqa kolичествоsi. O'sha narsani siz bir oyga ham yoki bir oy emas, bir haftaga ham, bir kunga ham olib bormayapsizmi? Demak, sizda treyderlik kачестволар yo'q. Shu orqali o'zingizlarni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli? Demak, kasb haqida, trade haqida, trade uchun kasb haqida masalaga to'liq tushunchani berdim. Keyingi slaydga o'tamiz. Treyderlar kimlar bo'ladi? Men asosiy treyderlar turlarini bu yerda yozib chiqdim. Ya'ni treyderlarning turlari: retail trader, institutionallar, algoritmiklar. Bu o'sha ichki mavzular emas, bu ichki turlar emas, bu общий turi. Ya'ni bozordagi o'yinchilar, bozordagi ishtirokchilarning turlarini maslaga bu yerda sanab o'tdim. Har bitta bozorda o'ziga yarasha ishtirokchilar bor. Eng kattasi bular institutsionallar deyiladi. Bular bozorni kontrol qiladigan, bozorni boshqaruvchilar. Bozorda bular boshqaradi va bozorda o'zini boshqarmaydi. Ular o'ziga tegishli bo'lgan, aytaylik, tovarni, o'ziga tegishli bo'lgan pulni boshqarishi mumkin. Butun bozorga ta'sir qila olmaydi. O'shaning uchun ham bozorda hech qanaqa xo'jayini bo'lmaydi. Endi institutsionallar degani bu bank, fond va yirik kompaniyalar kiradi.
Bank bu qanaqa bank? O'zimizning Capital Bank yoki qanaqadir NBU yoki qanaqadir boshqa Xalq bank shunaqa banklar kiradimi? Yo'q. U banklar klientlar bilan ishlaydi. Ya'ni biza, siz, mandaqa o'xshagan insonlar bemalol yo'lga kira oladi. Bozorda esa banklar, bular markaziy banklar ishtirok etadi. Ya'ni markaziy banklarga biz sizdaqa odamlar kira olmaydi. Ular qattiq tekshiriladigan, qattiq безопасный bo'lgan bank hisoblanadi. Va u bank klientlar bilan ishlamaydi. U bank boshqa banklarni kontrol qiladi, u bank davlatni ta'minlab beradi, u bank davlatni ichki tizimini olib boradi. To'g'ri tashqari ko'rsatmaydi, ya'ni Instagramdagi roliklar bilan, YouTube'dagi videolar bilan ko'rsatmaydi, lekin ichki tizimini aynan o'sha banklar olib boradi. O'shaning uchun ham har bitta davlatda markaziy banki eng yirik banklardan biri hisoblanadi. Eng katta banklar, ya'ni hamma bankni boshqaruvchi bank hisoblanadi. Va imенно o'sha markaziy banklar o'ziga tegishli bo'lgan pul birligini bozorda boshqaradi. Misol O'zbekiston o'zining so'mini boshqaradi bozorda. Rossiya o'zining pul birligi rublni boshqaradi bozorda. Amerika o'zining dollar pul birligini boshqaradi. Aytaylik, Velika Britaniya funtni boshqaradi, GBPni boshqaradi bozorda va hokazolar. Ya'ni har bitta markaziy bank o'ziga tegishli bo'lgan parani boshqaradi. U narxni ko'tarib yormaydi, narxni tushirib yormaydi. U o'zining pulini stabillashtiradi. Hozir keyinchalik masalaga yanada chuqurroq narsani tushuntirib beraman. Keyingida bu retail savdogarlar, retail traderlar, ya'ni retail degani bu o'zimizdan tilda aytganda, o'sha jaziracha tilda gapirganda, siz, men va любой inson broker orqali, ya'ni bozorga to'g'ridan to'g'ri kira olmaysizmi? Demak, siz, men hamma retail hisoblanadi. Qizumas nimani ishlatishingizdan qat'iy nazar, siz retailsiz. Ya'ni siz qanaqadir har xil strategiyalarni ishlatyapsizmi? Siz через broker kiryapsizmi? Siz retailsiz. Bu informatsiyani bemalol internetdan tekshirib olsangiz bo'ladi. Xohlagan joylarda bu haqida informatsiya, ma'lumotlar bor albatta. Xo'p, keyingi masala, ya'ni retail savdogarlar bu biz kabi oddiy odamlarning masalaga tushuntirdim. Ular bozorda hech nimani boshqarmaydi. Ular bozorga просто объем, ya'ni bozor ularning pulini yechishi mumkin. Bozor ularni zararga kirgizishi mumkin. Bozor ularga foyda berishi mumkin. Ularning farqi nimada? Retail traderlarning farqi aqlli retailchilar bor. Aqli yo'q, ya'ni ahmoq retailchilar bor. Ahmoq retaillar, ularning aqli yo'q, ular shoshadi, ularda nafs, ularda emotsiyalarni boshqara olmaydi, o'zini kontrol qila olmaydi va qarabsizki, ular faqat zarar qiladi. Aqlli retailchilar esa o'sha ahmoqlarni zarar qilishini kutib turib, hammaga qarshi yoki hammani chiqarib yuborgandan keyin savdo qilishga harakat qiladi va o'ziga yarasha ulushini olib chiqib ketadi aynan bozordan. Keyingisi bu algoritmik savdogarlar, traderlar hisoblanadi. Ular asosan har xil robotlar bilan, har xil strategiyalar bilan, har xil indikator, mashinaqa tushunchalar bor. Aynan o'shalardan foydalanadigan traderlar hisoblanadi. Hammaning maqsadi bir xil. Ya'ni любой tovarni, xohlagan paranglarni, xohlagan pul birligilarni arzon olib, qimmatga sotish. Arzonroq oladi qachondir narx tushganda va narx ko'tarilgandan keyin sotish. Yoki nabarot, narx ko'tarilganda sotib olishadi va narx tushgandan keyin sotib olishadi. Aynan shu logika bilan hammasi ishlaydi. Faqat bank emas, ya'ni sentral banklarning vazifasi sotib olish emas. Ularning vazifasi faqat va faqat o'zining pulini stabillashtirish, o'zining pulini boshqarish. Tushunarli? Ya'ni narx mabodo keskin tushib ketib qolsa, ko'tarib qo'yadi, mana bunaqa qilib, keskin ko'tarilib ketib qolsa, unda joyiga tushirib qo'yadi. Aynan markaziy banklarning vazifasi shundan iborat. Kelinglar keyingi slaydga o'tamiz. Bitim qanday ochiladi? Bozorda savdogar, ya'ni biz bozorga bitim ochib daromad qilamiz. Bitim degani o'zi nima? Bitim misol, men sizga mana shu telefonni sotmoqchiman. Keling, nima, men mana shu telefonni sotaman sizga 1,5 mingga. Siz kelyapsiz, bo'ldi, mana deb pulingizni sanab olasiz. Men sizga telefon beraman. O'rtada savdo bo'lyaptimi, o'rtada olib sotish bo'lyapti. Ya'ni siz telefon olasiz, men pulingizni olaman. Pulam bu как бы telefondagi narsa bo'lyapti. Грубо говоря, men nimadirga erishyapman. Ya'ni nimadirdan kechib nimadirga erishyapman. O'rtada qo'l tashalyapti, mana shu narsa bo'ldi degan gapni o'zi yoki qo'l tashash o'zi bitim deyiladi. Misol uchun qanaqadir kinolar ko'rgansizlar, kompaniyalarning aksiyalari bilan bundoq mana shunga narxga sotib olaman, qo'l tasha, mana tashlanib, все, bizning tilda, bozorchi tilda bu narsa baraka. Ya'ni baraka bo'ldimi? Baraka, qo'lni ushlab mana bunaqa siltab tashlaydi-yu, shunaqa narsa tipa. Bu bitim amalga oshirilishi asosiy bitta bir vidini, bitta bir turini bittasida. Bitimlar bozorda bizda market ikkita turga bo'linadi. Men asosiylarini bu yerda sanaganman. Albatta ozgina turlari bor. Но men o'sha sizlarga ishlatmaydigan, kerak emas narsani bu yerga qo'shmaganman hech qachon. Birinchi bu market order, market bitim. Order bu bitim, ikkalasi bitta narsa, просто order bu inglizcha, bitim bu o'zbekcha. Market order bu hozir, ya'ni данное время qilinayotgan ish. Misol uchun, menga hozir telefon kerak, menga hozir mishka kerak, menga hozir mana shu narsa kerak desiz, bu degani market, ya'ni hozirgi vaziyatda aktualniy bitim degani bu narsa. Market bitimlarga
buy va sell kiradi. Ya'ni sotib olish yoki sotish kiradi. Faqat mana shu ikkita narsa. Boshqa ana uchburchak yoki mana shunaqa narsalar yo'q. Uchinchisi yo'q. Ikkita narsa. Oladi, sotadi. Bo'ldi. Boshqa hech nima yo'q. Buy va sell. SNG davlatlari bu narsani long is short deyshadi. Long bu tipa tepaga, short bu tipa pastga. O'zimizda esa bu narsani buy va sell deb nomlaymiz. Ya'ni narx ko'tarilishiga, narx tushishiga, savdo qilishga bitimlarimizni ochamiz. Xo'p, keyingi order turi, bitim turi bu pending order yoki limitni order deyiladi. Bu narsa nima uchun yaratilgan? Bu narsani o'zini tagini tekshirsanglar, mana buy limit, sell limit mana bu yozib qo'yganman. Buy limit ham, sell limit ham baribir buy va sell knopkani bajaradi. Ya'ni buy va sellni vazifasini bajaradi. Prosta bu narsa broker sizlarga yaratib bergan qulaylik. Buy limit, sell limit bozor yaratmaydi sizlarga. Bozor faqat sizlarga buy va sell yaratadi. Buy limit, sell limit, buy sell stop, sell buy stop mana shunaqa tushunchalarni u narsani broker yaratadi, чтобы sizlarga kerakli darajada qulaylik, yordam berish uchun, o'sha savdolarda qiynalib qolmasligingiz uchun. Buy limit, sell limit nima degani? Misol, siz endi savdo qilasiz va siz misol uchun uxlab qolishingiz mumkin, yo'lda bo'lishingiz mumkin, maktabda, o'qishda, ishda, dam olayotgan bo'lishingiz mumkin yoki mehmonda bo'lishingiz mumkin va har doim ham telefonga qarab o'tirmaymiz-ku. O'sha paytda tasavvur qiling, bir hafta davomida bitta ideyani yaratib qo'ydingiz, mashina sotib olaman, mashina narxga tushsa deyapsiz. O'sha narxga tushdi, siz nimadir bo'ldi, nimadir sabab bo'ldi, o'sha telefonga qara olmay qoldingiz, ya'ni sotib ola olmay qoldingiz. Bozor o'sha siz aytayotgan joyga qarab ketdi, lekin siz savdo qila olmay qoldingiz, siz daromad qila olmay qoldingiz. Deb achinib qolasiz. O'sha narsa bo'lmasligi uchun broker sizga shunaqa sharoit yaratib qo'ygan, buy limit, sell limit qo'yib qo'yasiz, o'sha chiziq qo'yadi, buy limit chizig'ini qo'yasiz. Narx ustiga kelib chiziqqa bir ursa, siz даже knopkani bosmasangiz ham, telefoningiz o'chiq bo'lsa ham, internetingiz ishlamasa ham, o'sha narsa o'sha avtomatik ochiladi bitim. Nimaga? Chunki uni broker amalga oshiradi, tushunarli? Misol uchun men o'sha savdo qilayotgan paytimda internetimiz ishlamay qolishi mumkin yoki boshqa muammolar, telefon o'chib qolishi mumkin. Men o'sha narsani oldini olish uchun broker sizga har taraflama sharoit yaratib beradi. Hozirgi vaziyatda, hozirgi zamonni, hozir rivojlangan zamonda hech qanaqa bahona qila olmaymiz. Ya'ni bu degan bahonalar yo'q. Oldin bunaqa sharoitlar yo'q edi, lekin hozir bu narsa juda keng tarqalyapti va har safar yangi bo'lgan sizlarga qulayliklar yaratib berilyapti. Biza tovar sota olmaymiz. Ya'ni buy sell degani bu sotib olish, sotish-ku. No biza aniq bir misol uchun mana bu mishkani o'zini sotib olmaymiz-da. Biza pul birligini sotib olamiz. Va pul birligi bizning qo'limizga tegmaydi va o'shaning uchun ham ko'pchilikda savol bor. Biza yo'q narsani olamiz ham? Yo'q, biza bor narsani olamiz. Prosta bizaga o'sha narsani onlayn olib sotish ancha qulayroq. Nimaga? Chunki men sizlarga hozir qisqacha qilib tushuntiraman. U narsa paka sizga kelgungacha qaysidir davlatdan narx ko'tarilib ketgandan keyin sotguningizgacha yana qaytib o'rtada vaqt yo'qotib qo'yasiz, o'rtaga xarajat yo'qotib qo'yasiz, o'rtada dastavkani puli, to'g'risini aytaman, sizlarga вообще bu narsa noqulaylik yaratib beradi. Oldingi trading shunaqa bo'lgan. Ya'ni onlayn trading aytaman. Hozir hamma narsa onlayn bo'lgani uchun hozir даже rivojlangan bu narsani qo'lingizga ushlash shart emas, lekin savdo qilayotganda nimani olayotganimizni ham bilamiz. Biz pul bilan savdo qilamiz-ku. Misol mana kartadagi pul ham aytaylik, u ham yo'qmi deb o'ylab qarasangiz. Bankomatga borib kelasiz, lekin sizga tushgan, misol uchun kim o'rtog'ingiz sizga pul tashadi. O'sha pul yo'q pulda, to'g'risimi deb o'ylab qarasangiz, qo'lingizga usholmaysiz u pulni. Borib bankomatdan kechasiz, qo'lingizga ushlaysiz. Bunda ham xuddi shunaqa. Siz bu pul bilan savdo qiling, misol uchun dollar bilan savdo qiling, borib dollar yeching, все нормально все. GBP bilan savdo qiling, GBP ni dollarga almashtirib, dollar yechib olasiz. Ya'ni GBP bizda yechib berishmaydi-ku bu anoda bankomatlarda asosan. Yoki USD bilan JPY bilan savdo qiling, Yaponiyanasi bilan, Yaponiyasini dollarga qarama-qarshiligini siz sotib olasiz. Savdoingiz dollarda bo'ladi. Nima uchun? Chunki sizning depozitingiz dollarda bo'ladi va dollar hammaga to'g'ri kelgan, hammaga ma'qul kelgan pul birligi bo'lgani uchun bankomatdan ham daromadimiz ham, zararimiz ham bizda dollarda bo'ladi. Qanaqa paradan ishlashimizdan qat'iy nazar. O'shaning uchun bu taraflama iloj boricha uverin bo'laveringlar, hech qanaqa yo'q narsani olmaymiz. Prosta bor narsa onlayn bo'lgani bizga qulayroq. Biz o'sha narsani lot hajmida sotib olamiz, ya'ni ko'proq, kamroq hajmda. Misol, men telefonni bitta olib sotsam, o'rtasida $50 daromad qilaman. 10 ta olib sotsam $500 daromad qilaman. 100 ta olib sotsam $5000 daromad qilaman. Bu yerda ham xuddi shunaqa logika. Ya'ni biz agar paramizdan lotini kattaroq ochsak, ko'proq daromad, albatta ko'proq zarar. Ya'ni hech qachon tangan bitta tarafiga qaramanglar. Zarari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Foydasi ham xuddi shunaqa bo'ladi albatta. Kamroq lotda savdo qilsak, kamroq foyda, kamroq zarar bo'ladi.
O'shaning uchun menga kelishadi. Bu qarindoshim mana shuncha yo'qotib yubordi, mana shuncha slip qildi. O'zingizlarda ham bo'lishi mumkin. Bitta og'aynilar kelib oqizib yuborgan bo'ladi, slip qilib yuborgan bo'ladi pulini, tradingga tiqib $1000 yo'qotgan bo'ladi, tradingga tiqib $10000 yo'qotgan bo'ladi, tradingga uyini tiqib yuborganlar bo'ladi. Ular o'zini nafsidan, o'zini qimorbozligidan, o'zini uddamanligidan, kasalligidan, bu kasallik, real aytolmasligi, bu kasalligidan zarar qilgan bo'ladi. Va boshqa sohaga kirmoqchi bo'lgan yengilar yoki bu qarindoshlariga noto'g'ri informatsiya tarqatib qo'yadi. Mani nafsimdan, men ochko'zlik qildim, men $100, $1000 foydada yopmadim-da, men 10 mingni kutdim demaydi hech qachon. U nima deydi? Trading yomon, trading qimor, trading harom. Agar u pul topganda edi, naborot bo'lardi hamma narsa. Ya'ni to'g'ri ekan, zo'r ekan, trading вообще zo'r ekan deydi. Odamlar вообще g'alati. Foyda olsa u narsa to'g'ri, zarar qilsa u narsa noto'g'ri. Logично o'ylasak bu narsa g'alati-yu. Biz faktlar bilan gaplashamiz. Men misol uchun hammasini sizlarga podrobni tushuntirib beraman bu yerda. Xo'p. Keyingi mavzuga o'tamiz. Shuningdek, savdolar bilan biz daromad qilishimizni. Endi kim orqali biz daromad qilamiz? Biz bozorda brokerlar orqali daromad qilamiz. Ya'ni biz brokerlar bilan o'rtada turadigan shaxs, qaysidir ma'noda dallol, shaxs yoki kompaniya, dallol. Misol, o'zimizning tilda, xalq tilida tushuntirganda men bu narsani makler deb nomlagan bo'lardim. Ya'ni makler ham aytaylik, sizga uy kerak yoki sizga mashina kerak. Siz o'sha mashinani to'g'ridan-to'g'ri egasi bilan gaplasha olmaysiz. Nimaga? Chunki tanishingiz bo'lmasa gaplasha olmaysiz. To'g'ridan-to'g'ri uyda egasi bilan gaplasha olmaysiz. Tanishingiz bo'lmasa agar. Ularga ham ancha безопасный makler o'rtada turishi nimaga? G'alati сделка o'qimasligi uchun, hujjat taraflama muammo bo'lmasligi uchun, o'zini ishini ustasi qilgani yaxshi deydi, ozgincha pul to'laydi unga. Va bizning sohada o'sha narsa brokerlar deyiladi. Ya'ni dallollar bular brokerlar hisoblanadi. Brokerlarning vazifasi ikkita tarafda. Birinchi taraf bu siz, ikkinchi taraf bu bozor. Ikkita tarafni birlashtirib, ikkalasiga ham kerakli darajada sharoit yaratib berib, daromad qilish. Ular menimcha narsa daromad qiladi va ular ko'p klient bo'lgani uchun mana shuncha narsa ham sekin-sekin yig'ilib bir okean bo'lib ketib qoladi. Shu sababdan brokerlarning daromadi yaxshigina bo'ladi albatta. Brokerlarning farqlari juda ko'p. Ya'ni oralarda bor bir xillar, misol uchun bir xil brokerlar aytaylik pul tashlagansiz, определенный summaga ko'targansiz, aytaylik $1000 topdingiz. Menga $500 tashlaysiz, sizga $1000 qaytarib beraman degan brokerlar ham bo'lgani oralarda, to'g'rimi? Bash narsalardan uzoqlashish, mashlardan chetlashish uchun imенно mana shu ma'lumotlarim eng foydali hisoblanadi. Brokerlarning turlari bor. Bu yerda men eng asosiyisini olganman. Birinchisi bu real broker, haqiqiy broker. Bularning vazifasi bozorda haqiqiy bozor bilan traderni ulab beradi. Va ular 3 ta narsadan daromad qiladi. Birinchisi bu spread, ikkinchisi bu swap, uchinchisi bu komissiya. Mana shu 3 ta narsadan boshqasida daromad qilmaydi. Bo'lishi mumkin qanaqadir aksiyalardan, qanaqadir musobaqalardan daromad qilish mumkin, lekin ularning asosiy daromad manbai baribir mana shu spread, swap va komissiyadan bo'ladi. Keyingisi bu kuxnya broker deyiladi. Ya'ni haqiqiy bozor bilan ishlamaydigan mashinnik broker degan bo'ladi bizning tilda. Mashinnik brokerlarning vazifasi sizni maksimal darajada xursand qilib, sразу yo'qotib yuborish pulingizni. Nima uchun? Chunki yoki sразу yo'qotib yuboradi pulingizni, yoki ozgina xursand qilib yo'qotib yuboradi, agar yecha olmasangiz agar. Nima uchun? Chunki ularni qaysidir ma'noda topayotgan daromadi sizning pulingizdan bo'ladi. Shu sababdan ularning nomi kuxnya broker deyiladi. Lekin haqiqiy broker bilan kuxnya brokerni ko'z bilan qaraganingizda, bozorda o'sha ko'rinish bilan sotib olish, mana shunaqa vaziyatlarda birga bir bo'ladi. Hech qanaqa farq olmaysiz. Ular ham ahmoq emas u. Farq yaratmaydi ular ham. Birga bir bo'ladi. Lekin ichki sistemasini prям yorib yuboradi. Ichki sistemasida siz baribir zarar qilasiz. Haqiqiy brokerda savdo qilsangiz, sizning sopernikingiz faqat bozor bo'ladi. Siz bozorda harakatiga qarab aqlliroq bo'lsangiz, daromad qilasiz. Kuxnya brokerda esa sizning ikkita sopernikingiz bo'ladi. Birinchisi bu bozor, ikkinchisi bu broker. O'sha brokerda o'zi. Balkim siz yo'qotayotgan summa, siz o'sha brokerga tiqib, oqizgan, slip qilgan pullaringizni, balkim o'sha broker ishchilarga to'layotgandir, balkim o'sha broker qanaqadir xarajatlarni yopayotgandir. Lekin eng asosiysi u brokerda, kuxnya brokerda siz daromad qilsangiz, broker zarar qiladi. Siz zarar qilsangiz, broker foyda qiladi. Va 90% vaziyatda har doim broker yutadi. Qaysidir ma'noda sizlarga nimadir eslatmayaptimi? Da o'sha XBet yoki boshqa qanaqadir platformalar, ya'ni o'sha totalizator deyiladi, mana shunaqa narsalar. Logika bir xil, faqat trading niqobida. Biz tajribali savdogar sizlarga aytishga majburmiz. Nima uchun? Chunki bu bizning qarz hisoblanadi, bu bizning vazifamiz, majburiyatimiz hisoblanadi bu narsani aytish. Sizlar amal qilishga ham albatta majbursizlar. Bo'lmasa pulinglarni bekordan bekor yo'qotasizlar. Endi
brokerni qanaqa qilib yaxshiligini bilsak bo'ladi. Xudo xolasa biz sizlarga brokerlar haqida ham keyinchalik keyingi darslarda video qilamiz. Yaxshi broker tanlash haqida. Endi biz ancha vaqtdan beri savdo qilamiz bu sohada, 5-6 yildan beri va shuncha vaqt davomida biz ancha broker alishtirib, eng yaxshisini albatta topganmiz, ko'rganmiz va eng yaxshisini biz savdo qilamiz. Xudo xolasa keyingi darslarda bu haqida sizlarga chuqurroq darajada tushuntirib beramiz. No, qanaqa qilib o'sha darsgacha ham sodda tilda tushuntirganda brokerlarni farqlasak bo'ladi. Kelinglar, po faktim gaplashamiz. Yaxshi tovar, yaxshi broker hech qachon reklamaga muhtoj emas. Ya'ni u reklamaga muhtoj emas. Qanaqadir blogerlarga, qanaqadir aktyorlarga, tradingga umuman aloqasi yo'q insonlarni reklama qilishga majbur emas u. Yaxshi broker aksiyalar qilishga, bonus berishga, mana bor $100 tashsiz $200 bo'lib tushadi. $200 tashsiz $100 dabavka qo'shamiz, $1000 tashsiz $500 ustiga qo'shib beramiz degan tushunchalar. Ya'ni yaxshi broker, haqiqatan ham zo'r broker hech qachon bonuslar bilan, qanaqadir boshqa tushunchalar bilan sizni bezovta qilmaydi. Va yaxshi reputatsiyasi zo'r bo'lgan brokerga siz aloqaga chiqasiz. Sizga hech kim aloqaga chiqmaydi, esingizcha. Siz ularni 24/7 bo'lgan podдержкасiga aloqaga chiqib, keyinchalik ulardan iltimos qilishingiz mumkin. Menga iltimos yozib yuboringlar, telefon qilib yuboringlar deb. Kuchniy brokerlar esa sizga hol-ahvol so'raydi, yaxshimisiz, yomonmisiz, savdolaringiz yaxshi ketyaptimi? Menimcha depozit qilib ko'rmaysizmi? Qarang, hozir zo'r vaziyatga yotibdilar. Hozir narx otib yuborish mumkin. Pul tashlab ko'ring, qiziqtiradi mana shunaqa qilib. Bu narsa juda yomon narsa. Oldindan o'zingizlarni qaysi brokerda savdo qilayotganinglarni mana shu gaplar, maslahatlarim bilan albatta aniqlab olinglar. Bu narsa sizlarga eng kerakli ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Ketdik, keyingi slaydga o'tamiz. Trading tizimi qanaqa ishlaydi? Xo'p, trading tizimini men sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni men boya sizlarga order turlari, bitim turlarini tushuntirib berdim. Knopkani bosasiz, bozorga o'tadi o'sha anular, bitimlar va o'sha bitimlar qanaqa qilib bozorga chiqadi? O'zi sistemasi qanaqa bu narsani? Sizlar men sizlarga bu yerda qisqacha qilib tushuntirib berganman. Trader buy yoki sell knopkani bosgan payti, o'sha knopkani bosgan payti o'sha order borib brokerga tushadi. Brokerga avtomatik tushadi. Broker avtomatik bu narsani, nima desam, bot bilan avtomatik hech qanaqa zadержкасiz bozorga olib chiqib beradi. Ya'ni hech qanaqa kechikishsiz. Endi bo'lishi mumkin juda redki holatda va reputatsiyasi yaxshi bo'lgan, tajribasi juda katta bo'lgan broker hech qachon unaqa ish qilmaydi. Trader bitim ochadi, brokerga o'tadi, broker bozorga olib chiqadi. Bitimini yopsa ham, bitimiga stop qo'ysa ham, bitimiga zarariga cheklash qo'ysa ham, foydasini cheklasa ham, bitimni qanaqadir qilib yarmini yopib, yarmini qoldirsa ham, hamma pozitsiya, hamma bo'layotgan proseslar brokerga o'tadi va broker bozorga olib chiqadi. Именно o'sha narsani qilgani uchun-da broker ham tekinga ishlamaydi sizlarga. O'sha masalaga o'sha sanagan 3 ta narsadan daromad qilishadi brokerlar. Bu haqiqiy bozor tizimi hisoblanadi. Ketdi. Endi tushundik uni brokerlar haqida, kimlar olib chiqish haqida. Endi o'sha qatga olib chiqishi, ya'ni o'sha birja, bozor haqida gaplashamiz. Nechta birja mavjud? Birinchisi, eng asosiysi Forex. Forex bu foreign exchange. Internetda qidirsanglar bo'ladi bu narsani. Bu xalqaro ayirboshlash degan bozor. Bu bozor hech qanaqa birja emas. Nima uchun? Bozorning birja bilan nima farqi bor? Birjani aniq bir lokatsiyasi, xo'jayini, davlati, yuridik adresi bo'ladi. Bozorda esa unaqa narsa yo'q. Ya'ni Forex bozorida hech qanaqa xo'jayin yo'q, hech qanaqa davlati yo'q, hech qanaqa aytaylik lokatsiyasi yo'q, hech qanaqa kimdir yaratmagan bu narsani. Bu davlatlar orqali tuzilgan qaysidir ma'noda ichki tizim. Ya'ni hamma davlatlar, dunyo yer sharidagi hamma davlatlarni birga kelishib tuzishgan tizim hisoblanadi. Ichki sistema hisoblanadi. U narsa ko'zga ko'rinmaydi. U narsa aniq ofisini ko'ra olmaysiz, lekin imенно o'sha narsa butun dunyoni boshqaradi, butun davlatlarni kontrol qiladi va biz sizdaqa insonlarni ta'minlab beradi. Qaysi ma'noda? Tipa o'sha pulni bemalol ishlatishimizni, telefonlardan, internetdan to'g'ri foydalanishimizni aynan mana shu bozor orqali ta'minlanadi. Xo'p. Endi bu bozor haqida yana keyinroq gaplashamiz. Keyingi bozor bu fond birjasi. Bu o'sha birjada bunda lokatsiya bor, bunda xo'jayin bor, bunda davlati bor. Bu asosan aksiyalar, obligatsiyalar va qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilinadigan bozor hisoblanadi. Fond birjasi asosan 60 ta, 70 ta yirik birjalarga bo'linadi. Ya'ni fond birjasi. Ular har xil davlatda bo'ladi va ularning kapitali har xil. Misol uchun $1 million boshlab, uje tepasi. Bu yerda men yiriklari haqida hisoblaganman.
yiriklari esa balkim 1 milliarddan boshlanadi. 1 milliarddan tepasi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun fond birjasi bu hamma aksiyalar bilan olib sotiladigan aynan birja hisoblanadi. Aksiyalar degani bizlar nimani tushunishimizni ko'pchilik bilsa kerak. Bilmaganlar uchun bu Tesla'ning aksiyasi, Nvidia'ning aksiyasi, Microsoft aksiyasi, Apple'ning aksiyasi, Amazon'ning aksiyasi, Coca-Cola'ning aksiyasi, Pepsi'ning aksiyasi, hamma o'sha katta yirik kompaniyalarning aksiyasi bor. O'sha aksiyalarni olib sotish hamma protsessda o'sha sizlarga yordam beradigan narsa bu platforma, bu aynan fond birjasi hisoblanadi. Keyingisi o'tamiz, bu tovar birja. Bu ham ancha yirik birjalardan biri hisoblanadi. Tovar birjasiga nima olib sotiladi? Ularda asosan tilla, neft, bug'doy, mis va hokazo har xil tovarlar. Korobka, bu har xil tovarlar, to'g'risi. Va u esa 10 ta 20 ta asosiy katta tovar birjalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni 10 ta 20 ta bor butun nima bo'yicha, dunyo bo'yicha. Eng asosiylari bu. Ichkilarida ko'proq, har bitta davlatda bor ichkilari juda ko'p, kichkinalari, lekin eng kattalari 10 ta 20 ta hisoblanadi. Keyingisi bu kripto birja, bu eng yosh birja turidan biri hisoblanadi va ularning devisi, ya'ni bizning tilda bu narsani o'zbek tilida qanaqa tushuntiradi men bilmayman. Adashmasam shu taxallusimi, shunaqa nomlaymiz. Bu kelajak puli. Ya'ni dunyoni mana shu oddiy nalichka yoki kartadagi оборотdagi pullar emasda, mana shu kriptovalyutalar bilan olib sotish egallab oladi degan o'sha motivda chiqqan birja hisoblanadi. Bu birja yosh birja, bu chiqqaniga unaqa boshqa birjalarga o'xshab 30, 40, 50, 60 yil bo'lmagan. Bu birja yaqinda 10-15 yil balkim chiqqandir. Bu birjada asosan coinlar, NFT, krossovka, adreslar, har xil kripto adreslar, kashlyok, mana shunaqa narsalar bilan sotiladi. Va albatta o'sha современный pul desiz ham bo'ladi bu narsani. Bu birjada 500 dan oshiq birja mavjud. Aynan kripto birjaning 500 dan ortiq birjasi mavjud butun dunyo bo'yicha, maydalardan tortib kattalarigacha, ya'ni polni ichida. O'shaning uchun ham bular 500 dan ko'proq. Demak, birjalarni tushundinglar. Biz esa eng asosiysi haqida gaplashamiz, bu forex. Nimaga forex eng yirik bozor hisoblanadi? Nima uchun buni eng yirik deymiz? Forex bozorida asosan aytmaslik valyuta sotilinadi, yevro, USD, JPY, GBP va har xil pullar, pul birliklari, AUD, CAD, mashnaqa, parallel, CHF. Endi nima uchun bu eng yirik hisoblanadi? Tasavvur qilinglar, forex bozorida kunlik oborotini emasligini tushuntirib beraman. Endi bu yillik emas, bu eski yillik, 24-25-yillik statistika bo'yicha men ayta olmasligim. Forex bozorida kuniga 7-8 trillion dollar aylangan. 7-8 trillion. Bu narsa internetda bemalol свободный доступda bor. Xuddi shu informatsiya 22 statistika, to есть 22-23-yilda 3-4 trillion bo'lgan. 2 barobar o'sish nima uchun? Chunki pulga ehtiyoj ko'p-da. Insoniyat rivojlanyapti, pulga ehtiyoj ko'payapti, odamlar ko'payishyapti. Shunga yarasha forexda oboroti ham ko'payadi. Demak, forexda ko'pchilik bor, ishlar yopilib ketib qolsa, bizning ishimiz yopilmaydi. Nima uchun? Chunki men shu savol berib ko'rganman. Ya'ni forex bozori 1 sekundga to'xtasa, nima bo'ladi dunyoda? В общем gapirilganda, dunyoda oxir zamon boshlanadi. Ya'ni nima uchun? Chunki bu finansiy krizis boshlanadi. Chunki bu butun dunyoni tizimini tuzib turgan bozor hisoblanadi. Va forex agar 1 sekundga niday bo'q pauza bo'lsa, butun dunyoni, misol uchun banklar bir-biriga pul tashamay qoladi. Butun dunyodagi o'sha oborot, o'sha aylanayotgan sonlar to'xtab qoladi. 1 sekundga to'xtashi ham juda katta summalarni minusiga, zarariga olib kelishi mumkin va juda katta kompaniyalar buzilib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. O'sha sababdan bu eng yirik bozorlardan biri hisoblanadi va bu prям haqiqatan ham bizning hayotimizga juda katta ta'sir qiladi. Endi forex bozorida maslaga aytdim, valyutalar sotilishini, oborotni tushuntirdim. Maslaga ma'lumot uchun o'sha oborotni просто так kattaligini, kunlik oborotini aytaman maslaga. Kattaligini tushunishingiz uchun bitta rasm ko'rsataman. Haqiqatan ham hayron qolasizlar. Balki bu kim ko'rgandir oranglarda, no, meni vazifam o'sha narsani yanada ko'rsatish. Mana bitta e'tibor beringlar. Bu rasm, men bitga qo'yib qo'yaman rasmni. Bu rasmda bitta pachka 100 dollarlik pul, ya'ni bitta pachkada 10 ming dollar pul bor, bilasizlar. Men bittagi bu 1 million dollar qanaqa ko'rinishda, odamning bo'yi bilan. Men bitta bu 100 million dollar, pachka odamning bo'yiga yaqinlashgan. Ammo bitta bu 1 milliard dollar. Bu odamni o'tib ketyapti. Ammo esa 1 trillion. Tasavvur qiling, mana bittagi kichkina narsani ko'ryaptim ko'zinglar. Endi o'sha narsa o'sha odam. 1 trillionga qaranglar, qanchalik katta. Va bu narsa bu bir kunlik oborot, ya'ni forex bozorining bir kunlik oboroti 7-8 trillion dollar.
internetga qiziqib ko'ringlar, hamma yoqda bor bunaqa informatsiya. Qanaqasiga bu narsani yo'q deb hisoblaymiz haligacha? Rivojlanish kerak, harakat qilish kerak, zamonaviy kasb, zamonaviy sohalar. Demak, Forexda kimlar ishtirok etadi? Forexda asosiy ishtirokchilari bular eng asosiysidan boshlaymiz. Bu yerda biroz yozilgan. Hozir men paparyotga eng kattasidan pastiga tushamiz. Eng kattasi bular mana bu banklar va fondlar. Ya'ni asosiysi markaziy banklar. Mana bu pastdagisi markaziy banklar. Markaziy banklarning vazifasi ular eng katta ishtirokchi hisoblanadi. Ular kontrol qiladi va ularning vazifasini maslaga tushuntirdim. O'zini pul birligini boshqaradi. Narx ko'tarilib ketib qolsa tushirib qo'yadi, tushib ketib qolsa ko'tarib qo'yadi va iloji boricha harakat qiladi. O'zini pulini yo'qolib qolmasligiga, ya'ni o'zini pulini tizimdan chiqib ketib qolmasligiga ta'sir qiladi, harakat qiladi. Ulardan keyingi turadigan, etapda turadiganlar esa bular banklar va fondlar. Ya'ni bank, fondlar, bular juda katta summa oborot qilayotgan kompaniyalar, fondlar, fondoviy, aytaylik, hedge fondlar bo'lishi mumkin. Именно o'shalar juda katta fondlar bozorga ta'sir qiladi albatta va bular ikkinchi o'rinda turadi. Ular ta'sir qiladi определенный pulga, определенный muddat, ya'ni определенный vaqt. Va keyingi etapda bular market makerlar, bozorda yaratuvchilar, harakat yaratuvchi deymiz bu narsani. Va market makerlar ular katta puli bor, haqiqatan ham o'sha hedge fondda ishlayotgan, katta puli bor, 10 million, 10 milliard, 100 milliard yoki 100 million dollarlab sotib oladigan shaxslar yoki o'sha kompaniyalar hisoblanadi. Ular ta'sir qilishi mumkin, lekin определенный muddat, ya'ni puli yetgungacha. Misol, puli agar 5 minutga yetsa, o'sha 5 minutlik harakatni qaysidir ma'noda boshqaradi. Qolganiga o'sha puli yetmaydi ularni. Bozorda oborot o'tmasligi yetdimi? O'shaning uchun ular har doim bozorda o'tira olmaydi. Ularni o'tirish определенный bitta vaqtlari bor. Va eng pastdagilar eksport import kompaniyalari, ulardan pastroq, ya'ni o'sha valyuta almashtirish uchun bo'lgan kompaniyachilar. Ulardan ham pastroqda bular mana bu boya tushuntirgan narsam oddiy treyderlar, ya'ni retailchilar. Biza bozorga hech kimimiz bozor даже qumni zarrachasida ham narsa emasmiz-da bozor uchun. No, bozorda qaysidir ma'noda 1 million dollar olib chiqib ketsangiz ham bir kunda bozor даже u narsani sezmaydi ham, chunki oborotini o'zingizlar eshitdinglar. O'shaning uchun shashtilarni tushirmasdan savdogarlik sohasida bilasizlar o'zingizlar, pul patoloq bo'lmaydi hech qanaqa. Ya'ni eng kam pul, eng ko'p pul degan tushuncha yo'q. Tajribangizga yarasha yaxshi pul topasiz, tajribangiz bo'lmasa kamroq pul topasiz albatta. O'shaning uchun bemalol davom ettiravering. Va hozir sizlar bilan Forexda kimlar ishtirok etishi haqida sizlar bilan gaplashib oldik. Endi oxirida yakuniy xulosa. Biza qanaqa xulosa chiqarishimiz kerak aynan dars bo'yicha. Xo'p, dars bo'yicha biza hozir sizlar bilan ko'rib chiqdik, hamma narsa haqida chuqur ma'lumot oldik. Eng asosiysi trading bu pul boshqarish sohasi. Bunda mehnat kerak, bunda qat'iyat kerak, bunda harakat kerak, bunda polni juda qattiq harakatlar kerak. Bilim olish kerak, rivojlanish kerak va eng asosiysi tajribali, internetdagi tajribasi bor emas, haqiqiy hayotda tajribasi katta bo'lgan insondan bilim olish kerak bu sohada. Keyingisi sohada, internetda qanaqadir publiklarda chiqayotgan bir kunda mana bunaqa, bir kunda unaqa yoki bitta knopkadan mana bunaqa pullar yog'ilishi, o'sha to'g'risi unaqa narsaga ishonmaganligi qattiq so'rab qolaman, maslahat beraman. Nimaga? Unaqa insonlarga ishonib, sizlar ham 3-4 yil vaqtinglarni ketkazishinglar mumkin. Qachondir agar bu sohada qolsanglar, baribir kelasizlar va men aytayotgan ma'lumotlarga amal qilasizlar. Endi o'sha narsani men bilib turibman, chunki men o'shanaqa qilganman-da, men o'zim mana shunaqa vaqtlarimni yo'qotganman. 2-3 yil vaqtimni bu sohada prosta tak yo'qotganman. Sizlar ham xuddi shunaqa ish qilmasligingiz uchun men sizlarga mana shu narsani maslahat beraman. Amal qilsanglar albatta foydali bo'ladi. Xo'p. Xudo xolasa mana darslarimiz davom etadi. Birinchi darsimizni ham boshlab oldik. Albatta ozgina kamchiliklar bo'lishi mumkin. No, bilasizlar, hech kim ideal emas. Darsimizda ham boshqa narsada ham ozgina kamchiliklar bo'lib turadi. No, to'xtab qolmasligiga biz va'da beramiz. Xolasa keyingi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr, charchamanglar. Dayso Forex sizlar bilan. Sog' bo'linglar.